eski odam olgan tarbiya bilan yangi odam olgan tarbiyani farqi yer u osmon bo'lib ketdi hozir. Internet shunchaki rivojlandiki, o'z ko'zim bilan ko'rib boryapman. Kichkina bolalar qo'llarida telefon bor, boshqasi ham bor. Ko'pini tarbiyasini ko'raman, bir-biriga qo'ygan munosabat, hurmatda gapirmasa ham bo'ladi. Eski odam olgan tarbiya bilan yangi odam olgan tarbiyani farqi yer u osmon bo'lib ketdi hozir. Men faraz qilamanki, bu ketishda holat og'irlashib boradi. Tim bo'lib hozir chiqdi, hozir gaplashdik siz bilan ChatGPT chiqdi. Hozirga miya shakllangan odamga ChatGPT yordam beradi, lekin hali miyasi to'liq shakllanmagan odamni bu naqadar degradatsiyaga olib boradi. Odamni o'zi mustaqil fikrlash qobiliyatini juda pasaytirib qo'yadi ChatGPT borgan sari. Hozir nima bo'lsa ChatGPT bo'lib qolganda, mayli, hamma biladi bu narsani. Bizani xalqni ko'plar ishlatmayapti-ku, lekin dunyoviy miqyosda ChatGPT juda katta o'ringa ega. Ko'plar shunga o'tib olgan hozir.